Assalomu alaykum do'stlarim, obunachilarim. Men sizlarga bugun oddiy uyda non pishirib ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga sut, dro'sh, un, ozgina tuz kerak bo'ladi. Uni solib, aralashtirib olamiz. Unni solib, qarib olamiz. Sut iliq bo'lishi kerak, dro'sh kuymaslik kerak. Mana shunday holatga o'rtacha yumshoqlikda xamir qilib olamiz. Keyin uni yaxshilab yarim soatga qoldiramiz dam olishga iliq joyda. Mana menda oshib chiqdi xamirimiz. Endi bo'laklarga to'kib bo'lib olamiz. Mana shunday qilib bo'lib. Mana menda ikkita non, bunday 12-15 zo'rgacha kulchachalar chiqdi. 20 minutga tindirishga qo'yamiz. Mana menda dam oldi. Endi buni yoyib yasab ko'rsatib bermoqchiman. Mana shunday qilib yoyib, chiroyli qilib xohlagan chimchiq bilan ham nima bo'lsa shunday gul chiqarib xohishga qarab bu ham. Men o'zim shunday qilishni xohladim. Endi tuxumni sarig'iga ozgina sut qo'shib aralashtirib yuziga surib olamiz. Xohlamasalaringiz surmasalaringiz ham bo'ladi. Mana endi kichkinacha nonchani ham ko'rsatib beraman. Mana shunday qilib buni ham yoyib ko'rinishi xohishga qarab men chiroyli chiqish uchun shunday qildim. Lekin aslida uyda unday qilmayman. Oddiyroq pishiraman. Sizlarga chiroyli ko'rsatib berishni o'yladim. Mana shunday chiroyli qilib kesib olamiz. Endi oshxona qaychim bor edi, shunda ko'rsatib berdim. Endi mana tuxum bilan sut aralashmamizni surib olamiz yaxshilab. Endi qizib turgan duxovkamizga 20 minutga pishirib olamiz. Solib qizib turgan tuxumimizga solib mana pishib chiqdi. Kulchalarim, nonlarim to'ylar uchun, bayramlar uchun pishirsalaringiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Yumshoq, mazza bo'lib chiqadi. Uyaltirmaydi. Ushbu videoning yoqdi degan umiddaman.